Salom, mening ismim Husnida. Men Sidel Khayrda Operational Manager bo'lib ishlayman. Bu sohada taxminan 2 yildan beri ishlab kelyapman. Asosiy vazifam sifat nazorati, yangi rekruterlarni ishga tayyorlash va career relationsni yaxshilash. Menga eng ko'p yoqadigan narsa men tayyorlagan rekruterlarning muvaffaqiyatlari va hamkorlik qiladigan karyerarimizdan keladigan maqtovlar. Eng esda qolarli muvaffaqiyatlarimdan biri oddiy rekruter bo'lib ish boshlab, Operational Manager lavozimigacha ko'tarilishim va kompaniya tomonidan taqdirlanishim. Sizning ish faoliyatingiz orqali kompaniya qaysi muammolarni yengib o'tdi? Faoliyatim davomida Sidel Khayrni hamkor karyerlar bilan munosabatlari yaxshilandi. Oldin faqatgina bir nechta karyerlargagina xizmat ko'rsatardik, hozir esa 50 dan ortiq klientlarimiz bor. Bu lavozimda ishlash davomida moliyaviy jihatdan nimalarga erishdingiz? Faoliyatim davomida moliyaviy barqarorlikka erishdim va o'z karyeramni qurib kelyapman. Bu soha bilan ish jarayoni davomida tanishdim va bu sohani tanlaganimda hech qachon afsuslanmadim, chunki odamlar bilan ishlash juda yoqadi. Bu sohadagi yangi boshlayotganlarga qanday maslahat berasiz? Bu sohada yangilarga shoshilmaslikni, jarayonni puxta o'rganishni va xato qilishdan qo'rqmaslikni maslahat beraman. Agar siz ham yuqori daromad, o'sish va sog'lom muhitda ishlashni xohlasangiz, bizning jamoaga qo'shiling va obuna bo'lishni unutmang.